sizlar bilan bugun 300 olmuşur kosmos yo'li. Sizlar tanigan, sizlar bilgan. Bugun e-futbol yana o'ynaymiz. Ko'rganinglar mana shu taktikam. Ikkinchi qismdagi taktikam mana. Hozir o'ynaymiz qani. Kim bilan tushamiz? Davay. Ketdik. Like obunani bosib qo'yamiz degan. Mana bittaga klub bilan tushdim. Komanda. Komanda bilan tushdim. Unda Van Dijk o'ynaydi. Van Dijk. Sizlar uchun videomni olyapman. Sizlar ham meni qadrlayapsizlar. Like obuna bosib qo'yamiz. Shuncha videomni ko'ryapsizlar, yo'qyapti bilaman. Like obuna bo'lib qo'yamiz, jigarlar. Xavi Simons degan ham bor ekan, lekin nima bo'lyapti Barsaga? Barsaga nima bo'lyapti? Birini qo'lyapman. Men obunachilarga gapirib qo'ydim. Bo'ldi. O'yin tiklanadi. Cho'tamaydi u. Yaxshi o'ynayapti. Mana chiqib qoldi. Menda Redmilarda uchraydigan holatni aytib bermaysiz. Nimadir bo'ladi-da hozir. Yamal Van degan borda, bu komanda ham normal o'ynagan. Mana bu gol urdi. Mana kallada gol, kallada. Dragbaning gol. Dragbadan zo'ri yo'q. Dragbadan zo'ri bor Messi. Hozir lekin Messi farq qilganda Dragba ham farq qilgan. Mana Kylian Mbappe degan o'yinchi mana shu bo'lgan. Bitta orqaga tortamiz, pas beramiz, tebamiz va gol bo'lgan desam, adashgan ekanman. Izzat adashding degan joyda yarim kilo. Uylavoy Messi ko'tardi. Yamal kalla bilan zarba bermoqchi edi. Bo'lmadi. Qandaydir mana o'ga tushib qoldi mana bolaga. Offside. Aytdim-ku, offside. Bilaman-da men. Sezaman. Offsideligini sezganman. Bo'ldi. Ko'p gapirib yubordim-a menimcha. O'ynak. Ko'proq gol urishga harakat qilaman. Cho'tdan net o'ynayapti ular. Redmilarda shunaqa holat ko'p bo'lyapti cho'ta. Fay bir nima deb chiqdik. Bu qattiq ekanmi bu? Mahkam yo'q. Yaxshiga bordi. Ular pas bermasam bo'lmayapti. Faqat yo'liga berib qo'yibman-da. Kelgan uchib keldi. Qaranda yo'liga berib qo'yibman-da o'zi. Lekin bular yetish kerak, nima yetmaydi? Qurur men sentrdan o'tolmayapman. Qotib qoldi. Yo'qal. Gol sappas. Kechirasizlar. Salgina texnik nosozlik tufayli salgina to'xtab qoldik. O'zaga hozir 2-1mi? 3 minut qo'shib bergan bo'lsa, 3 minutda ham bitibdi o'zi. To'xtatadi hozir. To'xtadi. Aytdim-ku. Ikkinchidan gaplashamiz hozir. Hozir ikkita o'yinchilar cho'raman chunki mayli, tursin. Hozircha omadi kelsin, endi bir.
adashibdi, umadi kelib qoldi endi. O'yinlar tushiraman. Alvarez, Sergey, Cole Palmer, tushiraman. Saka. Yana kimni tushirdim? Bo'ldi, 5 ta bo'ldi. Himoyachilar almashtirmayman, chunki himoyachilarim yo'q. 3 ta himoyachim bor, shu uchalari lekin zo'r. Mana boshlandi. Mana gol. Mana 2 minut ichida urdi. Ikkinchi taym shunaqa o'yinchilar qo'yaman, qoqib qo'yadi bu. Kim bu? Nima u? Lekin Yamal ikkinchi taym ham o'ynaydi. Charchab qolgan. Men Yamalga pas bermoqchi edimda o'zi. Orqadan qo'ymaydi ular. Orqadan qo'ymaydi. Qimalamaydi u. Qayga borsa chaqa boradi. Mana Van Dijk. Вообще aytmayman bola. Yaxshi. Saka. Bu Saka zo'r. Menda ham Van Dijk bor. Ularda bo'lsa. Ikkita Van Dijk. Mana gol. Oven. Mana. Hamma o'yinchi to'p. Bechara charchab qolganda suvom ichib qoldi. Bu yerda bizlar varada chapakcha olyapti. Chunki varada turibdi-da. Yugurmaydi, faqat to'sib qo'ysa bo'ldi bir ikkita vaziyatlar. Alvarez oldi va Van Dijkni kuchuk qilyapti. Saka tebish kerak edi. Udar bosilib ketdi qandaydir. Yani bir kishi qoldi. Lekin shu bir kishi kafuda o'tish qiyinda u becharadan. Ular qiynab qo'yay. O'zidan ketdi ular ikkita gol urib. Biza komandadan zo'r komanda yo'q deb. Yaxshi o'ynayapti. Germaniyadan yaxshi o'ynaydi. Ularga nechta uray? 5-2 qilaymi? Yana 2 ta gol urishim kerak-da. Juda qiyinmi deymanda. Bular qaytmayotgan o'yinchilar ekanda. Hozir qaytarib beraman-da men. Hozir sekundda-da. Bu Van Dijk odam qo'rqityapti-da. Oldim Alvarez bilan bitta joyda. Kafa ko'tar. Voy, Palmer. Palmalmix. Yaxshi o'ynayapti. Bor. Sharmanda qilyapti. Van Dijk. Yaxshi berma. Deb. Yaxshi kafu. Bu kafudan o'tgancha. Van Dijk. Saka. Qana gol urib qo'ydi bu. Ahmoq yo. Ush pakatiga. Qarang. Qani gol urganiga qarang. Oyog'i cho'zilib ketdi. Bechara Varaton olib chiqish kerak edi-yo menimcha. Ahmoq endi salgina. Qancha minut qo'shib berdi? 4 minut. Qo'tyapti. Qandaydir qo'tyapti. 4-2 urib qoldi. 5-2 qilaman dedim. Hozir shunday tibaman tugaydi javob. Nima dedim? Men 4-2 yutdi. Ko'rgan bo'lsanglar, bolalar. Barselonaga qarshi bitta jamoada Karachi. O'qisham qiyin ekan. Ko'rganlaringni men yutdim. Sizlarga ana shu futboldan ko'proq video
chiqarishimni xohlasangizlar like bosib, obuna bo'lib, kommentariyaga yozib qo'ysangizlar, men chiqar e-futboldan video chiqar desangizlar, men chiqarishga harakat qilaman. Mayli, sog' omon bo'lingizlar jigarlar.